odamlarni yerlarini tortib olayotganlar, nohaqdan egalik qilmoqchi bo'layotganlar, har xil yo'llar bilan unga zulm qilayotganlar yaxshilab eshitsin. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilar: kim bir qarich yerni nohaq olsa, qiyomat kuni bo'yniga 7 qavat yer osib qo'yiladi deganlar. Ana shu davrlarda Arva binti Uvays degan ayol Said ibn Zayd roziyallohu anhuga, sahobiyga, yerimni olib qo'ydi deb da'vo bilan xalifa Marvon ibn Hakamga shikoyat qiladi. Xalifa Said roziyallohu anhuni chaqirtirib so'raganlarida u kishi aytadilarki: Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan eshitganimdan keyin ham men uni yeridan biror narsa olamanmi dedilar. Xalifa: Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan nimani eshitgansan dedi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning kim bir qarich yerni zulm bilan tortib olsa, bo'yniga 7 qavat yer osib qo'yiladi deganlarni eshitganman dedi. Shunda xalifa: bu gapdan keyin sendan birorta hujjat dalil so'ramayman dedi. Shunda Said roziyallohu anhu ana shu shikoyat qilgan, tuhmat qilgan ayolni duoibat qildi. Ey Allohim, agar u ayol yolg'onchi bo'lsa, ko'zini ko'r qilgin va uni ana shu yerida o'ldirgin dedi. O'limidan oldin ana shu ayol ko'r bo'lib qoldi va o'sha yerda ketayotib bir chuqurga yiqilib o'ldi. Shuning uchun insonlarni yeriga ko'z olaytirib, daromad olaman, mana buni yeri yaxshiroq joyda joylashgan ekan, shuni olib qo'yaydi, mana shu joyda rohatlanib yashay, tijoratlar yurg'izay, ishimni yuritay deb turli yo'llar bilan olayotganlar ko'zlarini yaxshilab ochib olsin. Zero qiyomat yaqin, o'lim haq, insonning boshida mana shu kunlar turibdi albatta.